shaharlarimizda hozirgi kunda 2,5 mingta aholi, 550 ta xonadonimiz bor. Bizda oldin juda ham ko'p svet o'chardi. Svetdan juda katta muammomiz bo'lardi. Muammolarimiz asosiysi stolbalarimiz hammasi eski edi. Simlarimiz, kabellarimiz bari eski edi. Yomg'irli holatda o'chib qolardi. Ko'p xonadonlarimiz muammo bo'lardi. Yosh bola bor xonadonlarimiz qiynalardi. Keyin o'zimiz Yangi shahar elektr tarmog'iga murojaat qildik. Murojaatlarimiz ijobiy hal bo'ldi. Barcha stolbalarimiz yangilandi, sim yog'ochlarimiz yangi qo'yildi, kabellarimiz hammasi yangilandi. Hozirgi kunda svet o'chish degan muammomizdan qutulganmiz. Hozirgi kunda muammolarimiz yo'q, hammasi yaxshi. Yangi shahar elektr ta'minotiga 193 ta murojaat bo'ldi shu kungacha. Bundan 191 tasi ijobiy hal etilgan, ikkitasi hozir jarayonda turibdi.